Opa, assalomu alaykum. Abdullajon qandaysiz? Yaxshi. Sog'ligingiz yaxshimi? Zo'rmisiz? Katta yigit bo'ldingizmi? Opajon, assalomu alaykum. Qandaysiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Zo'rmisiz? Ahvolingiz yaxshimi? Rahmat. Yutuqlar muborak bo'lsin. Shu obunachilarga ikki tilagingizni bildiring, opa. Ikkinchi yutug'ingiz ekan. Niyat qilganmiz siz bilan uchrashishda. O'tgan safar o'zimiz Moskvada bo'lib uchrasha olmadik. Damas etganimizda. Bu safar shu niyat qildik. Damasni oldingizlarmi? Oldik Damas. Obunachilar mana Damasni olgan, o'sha 60 talik Damaska. Adashmasam. Assalomu alaykum. Kurashchilar. Haqiqiy o'yin. O'tgan safar 60 ta Damas qo'yilganda biz shu bitta Damas yutib oldik. Allohga behisob shukr. Yana mana Alloh yana berdi. Allohga behisob shukr. Allohga tavakkal qilib oldik. Har zamonda shu o'ynab turamiz. Obunachilarimiz ham hammasi yutsin. Kim qanday niyatlari bo'lsa Alloh bersin hammaga ham. Lekin haqiqiy o'yin, ishoninglar, lekin aldash yo'q. O'tgan safar ham shu Damaslarni berdilar, lekin ishonganimiz uchun bilet olib o'ynab turamiz, to'g'risi. Aldamasa ekanlar. Xudoga shukr, mana keldilar yutuqlarimiz. Ikkinchi yutuq, xudo xolasa. Ikkinchi yutug'imiz ham Allohga behisob. Yana davomli bo'lsin ilohim. Ilohim hammaga nasib qilsin. Ilohim shu o'g'lim ham ko'p kuzatib boradi sizlarni nimalarni, ko'rsatuvlarni. Keyin ishqib hammaga ham nasib qilsin ilohim. Salomat bo'ling. Opajon, uni yutug'ini olasiz. Rahmat. Yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin. Alloh rozi bo'lsin. Men shu Abdullajon bilan bir gurung qilaman-da. Abdullajon shu bir obunachilarga gurung qiling qani, beqaroq keling, mayli. Beqaroq keling. Nima deysiz? Shu juda ko'p qiziq ekansiz. Bu ishongan o'yin, hamma o'ynasin. Necha yoshdasiz? 10. 10 yoshda Abdullajon. She'rda o'qiysizmi? Malades. U safar Damasni yutganda uyga borsiz bo'lmasdimi bir? Qani Damas? Damas nima bo'ldi keyin? Amakimizga berdik. Ha, sovg'a qildingizlarmi? Zo'r ekan, nasib qilsin. Efirga ham gaplashuvdi. Aytuvdim, Abdullajonga sovg'a deb esimdan chiqdi. Mana shu sizga sovg'a addishi. Rahmat. Biron maktabga biron portfel olasizmi, ruchka olasizmi, nima olsangiz ham sizga. Obunachilar albatta bu xursandchilik. Allohu alam, biz masalan mana ikkinchi marta yutyapti. U safar qaysidir qarindoshlari olganda O'zbekistonga, men endi ko'pligida Xudoga shukr eslolmayman, to'g'risi. Qaysi Damasida, qayerda edi? O'zlaridan mana eshityapmiz. Salomat bo'lasizlar, yaxshi kunlarga albatta buyursin. Sizlarga ham shunaqa kunlar nasib qilsin. Ko'ngilni ochiq qilingizlar, qolgani Xudo beraveradi. Alloh beradi. Salomat bo'lasizlar. Ishonch faqat. Rahmat, bitta rasmga tushur.